Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur qarindoshlari ham minglarninki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Tug'luq Hamidjon, minglarga o'tliq salom. Men Tug'luq Hamid, ya'ni Shvetsiyadagi parlamentning oldida Xitoy hukumatiningki ota-onamni qonunsiz turmaga so'laganligiga norozilik qarshi bu yerda namoyishimni boshladim. Bu hozir ikkinchi oyga qadam qo'ydi. Shuningga men hozir namoyishni tugatishdan burun bir qator sho'rlar bilan birga xalqimizningki davosini, dasturini bugun garchi parlament dam olgan bo'lsa-mu, shu Shved xalqiga, mishaga chet ellik shu sayohat kelganlarga anglatish bilan birga men o'zimningki Uyg'urcha guvohligimni berib chiqib ketmoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20 kun tug'ilgan. Opam Saodat Bovdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kun tug'ilgan. Mening dadam Eli oblastda telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Opam bo'lsa Eli Fandiyaningki qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Mening opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni Eli oblastlik bexatarlik tarmoqlari tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Undan keyin yipiq holatda sud ichib, opam dadamga 5 yillik kesim hukm qilgan. Undan keyin markazdan yana buyruq tushib, bu yetmaydi deb og'zaki yana 18 yillik sud 18 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Garchi sudningki hukmi og'zaki bo'lsa-mu, opam dadamningki hozirgi ijro qilinayotgan o'sha sudning kesimi hozirgacha ijro qilinyapti. Mening dadam Kunastiki turmada yetyapti, opam Bayondaydagi turmada yetyapti. Meningki 2019-yili buvam rahmatli ko'p tugab ketgan chog'dimi Xitoy hukumati dadamga qat'iy rahim shafqat qilmagan, ham yig'lashlarga, yolvorishlarga qaramagan. Hatto bir kun o'limga dadasininki yuzini ko'rishgimi shuni qilmagan. Buningki tub sabablarining birinchi bo'lsa, opam dadamningki kesilib ketishningki meningki Shvetsiyada yashaganligim va Shvetsiyaga kelib meni siyosiy panohlik tilagan, siyosiy faoliyatlarga qatnashgan degan. Undan keyin opamningki dadamningki 2014-yili shu Turkiyaga kelib men bilan ko'rishganligi. Men bilan ko'rishib 2 hafta sayohat qilib ketganligi shu narsalarga bo'lgan. Endi bu yerdagi meningki shaxsiy uchurimni mishaga Eli oblastningki shu oblast saqchiga qarashliq shu bir o'zbek oilasiningki Arpay, ya'ni shu quloq tinshaydigan shundaq Uyg'urlarningki narsani qilgan shu 2009-yildagi 7-iyul voqeasiga bog'lab turib, ukisini mishaga avatib, undan keyin mishadagi bir uyga bevosita ota-onasi bilan tushgan. Undan keyin panohlik tilab bizningki Shvetsiya Uyg'ur komitetimiga so'qinib kirgan. Undan keyin ishga ahvollarni egallab, bo'pmi mishadagi g'uljiliklarningki materiallarini 2016 aprel satgan. Undan keyin qishlarga yaqin bir badi oilasi bilan shu chaqdimi meningki va boshqalarningki shaxsiy dokumentlarini yo'panga qochilab Xitoy hukumatini ta'minlagan. Undan boshqa yana Qozog'istondan 10 dan kelgan bir g'uljilik oilasimi 2016 oldi kayni Beijingdan qaytaryapti deyildi. Lekin ma borgan g'uljilik menga telefonda men seni demasammi, ukam seninkini sotadiganlar mishar ketib tamg'i bes poptiki mendan so'radi shundaqni deb bu uningga atyapti. Demak, mishada shu ikki oilada chuqum 100%likda meningki shaxsiy uchurlarimni bergan. Undan sirt oldingi Shvetsiya Uyg'ur komiteti ishlagan vaqtida men qarshilik ko'rsatgan ba'zi bir raislarningki xotinlari men to'g'risida uchurlarni to'plab, uzundan beri men to'g'risida uchur bak to'planib, Xitoyningki ko'ziga meni bak sat ko'rsatgan. Shuningga Shvetsiyada birdan-bir meningki oilamga bo'lmasa men o'qishga kelgan bu yerda hech qanday ishlar bilanmi ishim ancha bo'lib ketmagan. Lekin meningki Shvetsiyada mana ko'ryapsizlar, birdan-bir vahshiyona kesilgan oila 18 yil mening bo'lib chiqdi. Bu 10 dan kelgan adashmi
Özümü burun G'uljida muxbir bo'lgan, jurnalist bo'lgan, bir maktablar adabiyot o'qituvchi bo'lgan, keyin qandaqdir Qozog'istonga chiqib, o'ndan misha kelib qolgan. Bularningki tarixiy oq ko'rinishlarini men obdan bilaman. Bo'pmi Shvetsiyadagi g'uljiliklarninkini men 5 qo'lni bilgandek obdan bilaman. Shu bularninkini men bilib ketgachga bular menga mushtaq qildi. Agar meni qaraldi, to'kmat qildi desa, marhamat Shvetsiya bexatarlik idorasiga borsa desak bo'ldi. Ma yana bir qisi, andik ma bo'lgan bir o'zbek oilasidagi g'uljilik. Bu shu oq yo'ldan berib, buningga Shvetsiya hukumati shu borsam bo'lmaydi desa, bu shu Norvegiya, Moskva, Qozog'iston orqali kirib chiqib, o'zicha Shvetsiya hukumatini oldirmoqchi bo'lib, o'zicha bilan kirib chiqishni bilmaydi deb manda harakat qilgan. Uningdan keyin ota-onamga bo'lgan hisiyatimdan foydalanib, meni Dunyo Uyg'ur qurultayidagi bir cho'ng arbob, ya'ni o'sha oldi saptikilarninki kayni sapti turib, ventisini ching'itadigan, bo'shatadigan bir arbob meni qaqti so'qti qildi. Meningki Rolex soatlarimni ilib oldi. Taylandga berib, ko'rishma, odamlar bilan ota-onangni chiqarib berma deb meningki mendan 2500 yevro pul oldi. Menga butun ishlarni qildi. Oxirida meni Shvetsiyaniki qonuniga xilof jinoyatga, ya'ni shu josuslik qilmoqchi bo'ldi. Shuningga qarindoshlar anandaki ras meningki doim bir şey chiqib namoyish qilishimga bak to'sqinlik qildi. Anda qilsam bunda bo'ldi, adangni kirib ketdi, anda qildi, manda qildi deb meningki mushu nimlarimga, mushtaq aktiv faoliyatlarimga to'xtatibdi va mushunda meni hozirgacha shu 2 oyning oldidagi vaqtgacha ovozimni bo'g'ib kelib, menga izchil turda tahdidlarni qildi. Men shuning bilan buningki 1,5 yillik isbotlarni, ovozlarini tushirib taxlab qo'ydim. Undan keyin WhatsAppda menga avatgan, To'lqin Aysoninki, uydagilarningki ism familiyasi, undan boshqa mening ota-onamningki Shunfinjing'in bir konvert qilib avatgan. Undan keyin 1,5 yilning yog'i shu xotinimningki shu uylarga shu remont qilgan ishlar hamma narsalarni videolik ishlab, ovozlarni kompyuterlarga tushirib taqib qo'ydim. Mana qarindoshlar, bu qurultayni birdan desak, bizni pishta qilyotdi, o'qiyotdi, bo'qiyotdi deydi. Isbotini chiqarmamsa deb. Bilimi ko'p isbotlarni chiqarib berdim. Bu cho'ng isbot. Endi meningki oshkorlasam bak yaxshi bo'ladi, lekin meningki shu isbot oiladagilarimningki jinini tutib turdi va shundaqla odamningki hayotini men qo'lga olib turaman. Shuningga qarindoshlar, men faqat sizlarga hissiyotimni anglatdim. Sizlarga men hech qachonda va'da berib, men buni oshkorlayman demadim. Men sizlarga hissiyotimni anglatdim. Shuningga qarindoshlarningki menga to'la ishonsanglar, ishondinglar, ishonmasanglar menga to'la yaqindak seningki andaq, mandaq degan gaplarni qilmas qilgan umid qilaman. Shu qarindoshlar. Andan keyin dunyoda cho'ng o'zgarishlar bo'lyotdi. Shuningga Xitoy xalqininki, Xitoy hukumatiningki yasab chiqargan jasuslari hozir qutirab turolmay qo'yotdi. Bularningki endi o'limininki soati istilkisi chiqildab menishga boshladi. Bular cho'qim shu davlatninki qonuniga, jazosiga cho'qim erishidi deb o'ylayman. Ham bular yaxshi kun ko'rmaydi. Shuningga bularningki qizlarningki baxti yo'q, o'g'illarningki taxti yo'q. Shundaq so'ralib palazdek so'rib ko'chalarga chiqatgan, shundaq rasvochilik holatda hamma narsalari bularningki hozir xalq olamning oldida sazoy bo'lyotdi. Shu Allohim mushlarga balasini bersin. Xalqimizningki shu butun xalqimizningki qonlari mushlarningki ikki qo'li bilan bo'lg'inib ketdi. Barliq qarindoshlar Yevropadagi parlament oldidagi shu bo'shliqni to'ldirib, cho'qim shu ota-onanglarga, qarindoshlarga ega chiqinglar. Dunyoninki ko'zidan yana bir qitim yashab qo'yayli. Dunyodan yana bir qitim mushularninki xalqimizningki og'ozarni anglatayli. Bulardan hargiz qo'rqmanglar qarindoshlar. Qo'rqadigan yerlardan o'tib ketdi. Qo'rqsam mana men qo'rqsam bo'ladi. Shuningga men hozircha
bizniki xalqimizniki ovozi man oltish bilan birga ozroq miyada shuvar to'lab nima qilaman meningki guvohlik va shundoqla qarindoshlarga bo'lgan tushuntirishim tugadi. Man hozir shuvar to'layman, u tarafda mana ko'p odamlar kelyotidi, Xitoyga anglatiman. Fascist China, terrorist China, fascist China, terrorist China. Stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, Xi Jinping, terrorist, fascist Xi Jinping, stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, Xi Jinping, terrorist, Nazi China, fascist China, stop, China stops genocide, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, Xinjiang terrorist, Xinjiang terrorist, Xinjiang fascist, Xi Jinping fascist, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, fascist China, terrorist China, fascist China, terrorist China. Stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China. Stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, fascist China, terrorist China, China